Axir Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bizga qarindoshlik rishtalarini bog'lashda mehr oqibatli bo'lishni buyurganlar. Bunga amal qilmoq lozim. Nima deganlar? Anas radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam kim rizqim keng bo'lsin, odamlar orasida yaxshi nom chiqarayin desa, silay rahim qilsin degan. Bunaqa ishlar hozir juda kamayib ketgan, bobo. Chunki odamlar o'zi bilan o'zi ovora bo'lib qolgan. Vaholanki silay rahim qilish hozir rosa oson bo'lib ketdi. Har xil aloqa vositalari chiqib ketibdi. Telefonlarni aytyapsizmi? Internet, WhatsApp, Telegram, Facebook hammasi qarindoshlar bilan xabarlashib turadigan narsalar-ku. Ya, qarindoshlardan telefonda xabar olib tursa ham silay rahim bo'laveradimi? Albatta, borib ko'rishning iloji bo'lmasa, shartda telefon qilasan, tamom. Ya marhaba.